Ko'rib turganinglardek tandirlarimiz tayyor bo'ldi. Qaranglar, juda go'zal qilingan, mana qop-qollarni qaranglar, chiroyli qilingan. Bizada komplekt ichida go'sht yeydigan ilgalar ham chiqadi. Buni bemalol mana qilib tandir go'shtlarga ishlatsanglar bo'ladi. Keyin qaranglar, ichida ko'mirroq qopqog'i, ichida bizada yana yengili, ichiga mana bu qolip bilan qo'shib beramiz. Tekinga qo'shib beramiz ichida. Bu nimaga ishlatiladi? Kulli o'rtaga qilib qo'yiladi. Mana ichini olamiz, mana ichiga o'rtada turadi kulli. Ko'rsanglar bo'ladi. Ichiga yana undan tashqari nimalar qo'shiladi? Bitta hammasini sanab beraman, qaranglar. Xo'p, cho'lisi bo'ladi, zixi bo'ladi, garelkasi bo'ladi, xokondozi bo'ladi. Mana shu barcha naborlarni 1.200.000 so'mdan qilib beramiz. Hamma naborlar ichiga qo'shib beriladi. Mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita ichiga qopqoq bilan 7 ta narsa shundoq tekinga qo'shib beriladi. 1.200.000 so'mga, ya'ni $100 xarid qilishingiz mumkin. Buni oyoqlari ham bor tegida, mana bemalol любой joyga olib yuraverasizlar.